Voy jinem, nimanda kapılanma isteyemem ben qo'saq degan vahshiy ichib ketdi. Ha, binani oldik, kap bo'ldim jinim. Keldingizmi? Ha. Hozir kirmayjimi? Ha, bular. Halide, qayda tijtidingizmi? Men uyni men bek yoqtirdim qaylan, rahmatman sizga. Undan keyin bir tushdan keyin tarafda bir kechgacha vaqtingizni chiqarsangiz bir bog'chida ko'rashsak bo'ldi. Men xizmatni shuni deyishib olsaq, undan keyin men sizga ayrim bir rahmatimni aytib olsam bo'ldi deyman. Samira. Ha? Voy, yo'qolib ketib borsiz jumasiz. Voy, bog'uman. Burun ishlaringiz tez, yaxshi emas vaqtda uyga kelib, tomoqlarni etib, qoch-quchini yuvib, uydan tozalab ketadingiz. Hozir men tijoratingiz yaxshi bo'lgandan yo'qi, pul topgandan yo'qi, sal unutib qolyapsiz. Men sizga qarab baqwa, pul topsa o'zgaraydi degan gap ishondim juma. Voy, nadik pul tepishgan, nadik tijorat yaxshika u. Voy, manda gap qarang. Ma oldin qitim masaradan bir ishkisi chiqib ketgan ha? Mush qo'lim kep bo'lgan 60 ming ko'y pul biroqli yo'q bo'ldi qarang. Uf, o'ylasam jiyli bo'lmamiş tatta. Yo'q qoldimi 60 ming? Voy ha. Astagfirullah. Nima bo'ldi? Manda bo'lgan dedi ha. Ucu. Mende 30 ming bijikoylan bor ekan ya. Birib turasiz, aytman bir amal qilib sizga tap bermajinim ma'qulmi? Bek jiddiy bo'lib qoldi ma'quldan cho'jini. Ya, onun da çatağı yok ama bu tamakla pulunu. Unuq ben bak. Mayli bari hamda uyning ishi bo'lganligidan ya ertaga bizga qoldiga uy ekan o'sizmi. Siz evet etdim bizga. Aynim bo'lsa jinim ilimsiz bo'lib qolgansiz jimovajon. Özür. Sizning opangiz mening opam qaylanimda. O'tganda vaqt satdiq deganda qilgandingiz. Osh pulni hozir berib tura olasizmi jinim? Qat'iy amal bo'lmadi. U pul buluşuğu batı. Lekin men direktor almay deb chiqqan emasman. Ko'rdingmi Fatih? Aqal qar kiyim kiygan qiz ol shu. Ha. Aqal ayad yangi bicharim tumaq sular qalqishmanda. Ay. Ko'rdingmi Fatih? Meni qo'yib ketgan qiz olim shu qiz ol shu meni. Voy tonamdim men sizni. Ma gapni? Pulni qo'yib oldiganlar epop am tunması oldi. Baxenem pulsini asla. Voy qaysi pulni sizga bo'lamdi? Bir dapra kimligimni. Fatih. Mujinda qiz bola. Assamlı bo'ldi-ku. Ha? Pulni ititamsiz. Voy bo'ldi ya, saxt pens. Mani? Shu mishta bo'lib qoldi bu ishlar. Osh 60 ming bo'lgan bo'lsa, Voy shundaqa. O 60 ming ko'y bo'lgan bo'lsa ishkaylan berib, sayyoqlarga berib, o'ynab sayat qilib kelmamdiq deyman. Xatjum lekin. hozir sayyama shoyag'im boramagan bo'lib. Ma gapni. Jinem, qo'sqon bak ichib ketdi. Og'inam ataydi, oti buloqning zarangiz meni ag'ash ketdi. Ma'nan polasi g'azab o'xshaydi deydi. Burunqidek ash pechat polodan birini qilmamsiz? Bu oti buloqning maylarida-ku polo shunday bak o'xshaydi. Lekin polon texim o'xshaydigan go'sht bormi? Deydigan nima qizi? Benshan liq go'sht var. Ha, voy. Lekin cho'q go'shtni bak chiqsa aytmang, normada qilsangiz bo'ladi. Voy, pixsiqliqni. Ma'qulamsiz men tamoq qilib ketdim, ha? Jinem. Go'shtning meni ayirib etmang, ha. Polochu may bilan o'xshaydi. Gapini chiqqani ma'qul. Aras. Oti buloqning meni jiqquy etmang, polo mayli qolib qoldi. Ha, to'g'ri. Avo guruchdan baqva, bir piyolam silam. Jiqqa qolsa ishib qoladi polo. Voy, aralashmalar bo'ldi. Hey, mush qizvalayan oti buloqning meni jiqquy etadigan chiroy juma. May tugsa aqcha uzama kirama. Ya Ferhat peyda yo'qotib ketding-ku deyim, bormisan? Ma shay tushimamiz deyman va. Qayla, men hozir 3 yotoq uy va o'ydimni oldim. Anondan keyin qayla, ilq shaylik Samat deganimda uchrashib qoldim, mush uyda yotdi ekan. Sen gash kelsan bo'ldi. Amini bozaq qilib ketmasin, chikkimiz bir agin seqat va seqatda shaning ko'chida bozaq qilib toza. Ishtima tamoqqa. Ya Samira. Ha? Men nim dedim abay sizga? Nima bo'ldi? Bu go'sht mishakchilik eksilasa munda sevibsiz-ku. Aldınız ki yana itpəyin ki. Qarang. Bu go'sht degan bago tamoqning ta'mini chiqiribli bas bo'ldi. Bu jiqsavasini to'loning ta'mini buzib etmamdi bu. Qum gapirgansiz juma.
Ne bileyim cık sağan sebze bu. Karama göçten yuvarlık bir haftalık tamaktan güçlü bırak şilti bitipsiz emasmi? Ya Satem. Ma tamak pişipti. Bilader. Akbele. Bu nima ish qildi bu yerda? Akbele. Yana siz men ne qilyapsam? Ne gülmezsem siz emas, benim uyuyam bana. Qachondan yoq sizning oyingiz bo'lib qoldi? İcarı bergen uyaka. Ijara verdingiz menga. Bu bala bana icarı vermeydi. Ma bala ben icaraga öyle oturuşap durup lazım. Ha. Samet Çaydeş, ma kızlardan dikkat kılınız mı? Ütep ketken koyun iş kızlar iken ma var. Şehir tuncu kiygen günüm var var. Bu kızlar 30 bin kapılarını kuyuyorlar koyuyorlar. Bağcıdın tep yaman tesadüf değil mi bunlar? Satem. Ma oturlukta sen fukuşmaslık kaptı. Vay uşup durup bilip durup koydum yine. Somkamni ertaga jinim men ma turmaychi. Vay ya balda çıkartma yetip falan mı ya? Bir şey güzel bak. Vay ötanga Ya ma öyle saralık bana cık yılda işte koygun olup da. Ötanga. Bana mı ses? Ha. Sametcan. Ma akbelik sana cinim neydi ya? Şundan kaldı. Demek aslında ma o belek. Sıla belekçe adamla. Ondan emas. Hey, Satem senden soray. He. Sen aşağıya kirgin neç gün oldu? Bugün 3. güne. 3 gün jarayonda hamma qizlar bilan tanışıp oldingmi? Ben tanışka hangi kızlar olursa tanıştık aslında şu an. O degan şey o'xshamaydi. Ha. Mening tunishim aniq. Lekin sen 3 kun jarayonda Seni şahitlik tanışanlar bunu da ama biz saralık tanışak olmaydı. Lekin çoğu ben ma kızlar rast koyunu çekenime dikkat kılalım. Ertegen sonra oğurlar çıkartmışsa nazım o oğurlar çıkıp toptan bitti. Hey, tuzuk yaqalan qiz. Pulni qo'yib ketmaganda. Oldu tepe. Ha, bado yanda. Bana. Ha, bado. Bavaslan bado. Ha. Lekin çoğu Sametcan. Ma meni kuymandap avarılmalıyım ha. Biz manda belikçandan qamoqqa jiqilib akula avlab ketdi, qamoqqa sunib ketmisan. Hey, nima gapni qilgansizlar? Men ashda o'g'on bolaman. Hasılı bu onundan mı artık o hava? Hey. Ha. Tamaq qildi. Ha. Terekeler var. Qarash. Silahchan yezda go'sht degan ye, go'sht to'yangan boladan. Go'shtni Ma bizden gal tüyüşke mesma. Ve güşanın yanlar. Avaylap yavaş var çünkü galı ciddi var. deyman endi. Shuni qildi. Qalash. Abay fandonga qilibdi. Axiyna bilan parangiz bo'lgan bo'lsam, avat o'tgan bo'lsang deb. Ma galni maylı qilayotgan polo dami? Ya, hamda. Amin bilib turgan bo'ldik-ku, shunga Nech pul olapti? qimmat emas arash. 4800 bo'lgan. 1 yıllık mı ya? Ya, hey. Qayerda? Ucu. Zerdin kıymet ya bu. Ya. Sen o tarafından ko'ryapsan olmaydi qara. Ha. Multin ko'rdingmi? Erkin, azada. Ha. Ana. Qiziq munchuvat. Yasan yumshoq qarva. Tomoq degan oldinda arzimga arzman. Vay erzimen var. Şu Sametcan'da kayıyor ama oynuyorsun ya. Ma arkadaş. Fandonun numarını anla ben tutayım. Ya, onu mağlamavasan oldu-ku. Ya kısılığa versek fandonu berip bağışma pul domulap kiçiklep gider mi ki? Hey. Ha. Bir öy tuğa adam degan azroq bo'lsin, ishonch bo'lish kerak. Bir işine ecmezlik bu da. 4800 he? Chiq avat o'tmadi sha. Rahmetçi mi? Dikkatte. Alarash. Saldın mı bu? Ha? Tomoq yeb pop avat. Ya pulunu evet yükle. Avval tomoq yeb vallahi, aldirmay avasan bo'ladi demas. Biladi. Yokat ketmesin gibi. Vay ya, hey. Nereden kıymet yedim ya bu tamakta? Başka bulur. Kespreye oynattılar parayını ya. Sılama ya. Ha? Oynap yukarı tutup kalmayı. Aşağı girgen oynayımız hem de. Ya dayma biz her adın çıkardan biz yok deyip adamızda şilan çıkarıp şundan tüyürük çaplar. Ha oynadırsın bilsen ko bizim tevasan bilsin. Peş bir bolsun yine. Ondan sonra yürük yürüm var benim. Ha. Yanlar.
Atibulaq maylar har qaysi joylarda vakolatchi qabul qilamiz. Aloqalash telefon nomerimiz 181 549 95 666.